Ular bizning bolaligimizdagi eng yovuz, eng qo'rqinchli personajlardan edi. Lekin aslida ular yovuzlikka majbur qilgan narsa. Aslida nima bo'lgan? Ha, sizlar adashmadingiz. Bungi videoda biza yoshlikda yovuz deb bilgan personajlarning multfilm qahramonlarining aslida nima uchun bu yo'lga kirgani va yovuz bo'lishga sababchi bo'lgan kim yoki nima, biz hozir shu haqida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga bitta dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar bilan yana har doimgidek Makerjon. Birinchi antagonizmimiz esa Fossaning ukasi Skar. Skarni biz qaroriga xiyonat qilgan akasini o'ldirgan jinoyatchi sifatida bilamiz. Ammo hech kim uning o'tmishda qanchalik qiynalganini, Mufassaning ota-onasi o'lib ketgani haqida va u yoshligida qanchalik hapsilgani haqida hech kim eslab ham o'tirmaydi. Bular haqida biz 2024-yil chiqqan Mufassa Qirrashi nomli jonli filmida ko'rsatishgan. Filmni ko'rmaganlar uchun men uni o'zim Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Silka kommentariy yoki video opsiyasida bo'ladi. Kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Mufassa esa har doimgidek kuchli, Skar esa soyada qolgan qahramon. Uni hech kim hech qachon teng ko'rmaydi va u o'zi taxtga munosib deb bilib, Mufassani o'ldirib Simman surgun qiladi. Taylung u o'z o'rnini ajroha jangchisi Kovupana bir multfilmida asosiy yovuzi bo'ladi. U juda ko'p mehnat qilgan, usta Shifu esa uni o'z o'g'lidek ko'rardi. Lekin ustoz Uguy qari toshbaqa unga "Sen ajroha jangchisi bo'lishga noloyiqsan" deydi. Bu esa Taylungga og'ir batadi va Taylung yovuz bo'lishiga ilk qadam bo'ladi. Men Taylung haqida ko'p gapirib o'tirmayman, chunki o'zingizlar Taylungni juda yaxshi bilasizlar. Uchinchi personajimiz esa Xonqizning sarguzashti multserialida 3-fasldan beri bizga ko'rinish berayotgan Felix. Bir qarash uni yomon personaj deb bo'lmaydi, lekin sizlar bu ko'rinishini ko'rsanglar yomon deb o'ylashingiz mumkin. Xonqizning 5 ta mavsumi to'liq ma'lumotdan topishi kommentariyaga yoki video opsiyasiga belgilab sizga qoldirib ketaman. Kirib o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin. Faqat video tugatilgandan keyin. Oxirgisidan bitta oldingi personajimiz esa Xonqizning sarguzashti multserialining 5 ta mavsumdan beri asosiy yovuz bo'lib kelayotgan Yosuman. U o'zini keyinchalik qora Yosuman va Monarx deb ataydi. Gabriel Agnes mehribon ota, lekin o'g'li Adrian va atrofidagi odamlar uchun qattiqqo'l shafqatsiz odamdek ko'rinadi. U o'g'li Adrian baxtli bo'lishi uchun onasini hayotga qaytarmoqchi bo'ladi. Ayol qaytish uchun unga Xonqizi va Abjir mushuk tumanlari kerak bo'ladi. Nimaga kerak bo'ladi? U yordamida u tilaktirib ayolini hayotga qaytarish mumkin. Bilmaganlar uchun Xonqiz va Abjir mushukning tumori xuddi Thanosning qo'lqopidek kuchga ega, faqat undan ancha yaxshiroq va xavfsizroq. Gabriel Agnes oxir-oqibat 5-mavsum finalida Xonqizga hiyla ishlatib, Abjir mushukni va Xonqizning tumanini tilak tilaydi. U ayolini qaytarish o'rniga ayoli o'zini qurbon qilib, Adrianni haqiqiy odamga aylantiradi va xizmatkori Natrini hayotga qaytaradi. Va nihoyat oxirgisi Etkiga mushuk so'nggi multfilmidagi o'lim borisi. U haqiqiy yovuz emas, balki tabiatning bir qismi bo'lgan o'lim obrazini ochib beruvchi personaj sifatida bizga ko'rsatilgan. O'lim mushukning gunohlari va qo'rquvlarining aksidir. U jinoyatchi emas, u hayotning oxiri va haqiqatni og'ir yuzida. U mushukni jazolash uchun emas, balki uni o'zini qo'rquvlari bilan hayotini qadriga yetish, atrofidagilarni qadrlashi kerak edi. U etik kiygan mushukka buni o'rgatish uchun kelgan. Agar u yovuz bo'lgani qovoqxonani o'zida mushukni bir yo'l qilib bo'lgan bo'lardi. Bizda doim ular bemehr, shafqatsiz, sovuqqon, jahldor va o'z manfaati uchun hamma narsani qurbon qilishga tayyor yovuz personajlar deb o'ylaymiz. Ammo biz oldinlari ular qanchalik qiynalgani va yoshligida qanaqa beg'ubor va oqko'ngil bo'lishganligini bir marta o'ylab ko'rmaganmiz. Chiqib turgan video qiziq bo'lishi mumkin. Kirib ko'ringlar. Sizlar bilan har doimgidek Makerjon bo'ldi.